Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasida malaka oshirayotgan vazirlik va idoralarning bir guruh matbuot kotiblari bojxona qo'mitasida bo'lishdi. Malaka oshirish kursi tinglovchilari kommunikatsiya salohiyatini yanada yaxshilashga qaratilgan bojxona organlarining tajribasi bilan yaqindan tanishdi. Hozir shu haqda. Davlatimiz rahbarining 2023-yil 29-mart kuni bojxona qo'mitasiga tashrifi chog'ida ishga tushirilgan bojxona rasmiylashtirish markazi faoliyati mehmonlarda katta qiziqish uyg'otdi. Samarali boshqaruvni yo'lga qo'yishda zamonaviy texnologiyalar va innovatsion usullardan foydalanish, bojxona nazorati va rasmiylashtirish jarayonlariga tatbiq qilingan yangi axborot tizimlari yuzasidan tinglovchilarga batafsil axborot berildi. Matbuot kotiblari bojxona qo'mitasi matbuot xizmatining faoliyati hamda bojxona tarixi muzeyi bilan ham tanishtirildi. Vazirlik qo'mita idoralarimizning matbuot kotiblari kelib, o'sha yaratilgan shart-sharoitlar, tezkorlik, media savodxonliklar, bu joydagi o'sha jarayonlar, umuman matbuot xizmatidagi o'sha boshqaruvdagi ishlarni tezkorligi va samaradorligi bo'yicha tanishyapti. Bu amaliy o'quvlar, amaliy jarayonlar bu juda ham muhim. Bugun muhtaram yurtboshimiz tomonidan men jurnalistikaga, matbuotga, axborot ochiqligiga juda katta e'tibor qaratilyapti. Umumiy bojxona faoliyatida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi va ularning yutuqlari, samaradorligi, umumiy o'sha faoliyat haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ldik.